Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. İmam Bukhari Hazretleri bugün Sahih Bukhari namlı kitabıda mescit siliştiki hemkarlık noktasida gap kılıvatıdı. Bu babdan eklegendik ki tövende ayet bilen bunu zinetligen. Bu ayetninki mezmunida estaizu billah. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. Yani bu yerde demekçi boğunu müşriklerin Allah'ın mescitlerini tamir kılışı layık emas deydi. Yani ularning tamir bulmaydı. Ameliyatda ular özlerinin nefsiga özü zulüm qilgan, guvohlik bergan, nefsinin zini guvohlik bergan. Demekçi boğunu Allah'ın Resulünü inkar qilish orqali, Allah'a kafir bo'lish orqali yana mescit silishi, mescit bino qilishi, ta'mir qilishi o durust emas, yaxshi emas. Foydasi yo'q demoqchi. Chunki bularning qilmishlari beka bo'lgan, amallari beka. Ular davzaqda mangu qoluvchilardir. Amaliyotda Allohning masjidni haqiqiy ta'mir qiladiganlar, obod qiladiganlar, Allohga ishongan, oxirat kuniga ishongan, namozni barpo qilgan, zakotni bergan, Allohdan boshqa hech kishidan qo'rqmaganlar haqiqiy Allohning masjidini obod qiladi, ta'mir qiladi deydi. Mana mushular hidoyat topquchilardir yoki mushular hidoyatga erishguchilardir deydi. Hamda bu yerda kafirlar masalan masjid silishi mumkin. Ammo uningga hech qanday foydasi bo'lmaydi. Chunki bularning bu yaxshilikni qilishdagi o'lcham yo'q. Imoni yo'q. Taroziga tushish uchun birinchi o'lcham bir amalning taroziga tushishi uchun iymon bo'lishi shart-da va iymon yo'q bo'ladi. Bu oyatni ayni vaqtida masalan Badr g'azotida Abbos ibn Abdul Muttalib asirga chiqib qolgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki tog'asi mushriklar sepida musulmonlarga qarshi urushga kelib shu yerda asirga chiqib qolgan. Ali radhiyallohu anhu bu kishiga qo'pol gaplarni qilgan. Sizlar bizniki shu yomon taraflarimizni haq tashviq qilib, yaxshi taraflarimizni yoshirsizlar degandiki, bu Abbos ibn Abdul Muttalib biz Masjidil Haromni solamiz, Ka'baga qaraymiz, hojilarga suv beramiz, qiyinchilikqa uchraganlarga yordam beramiz deb bir mo'chu Makka mushriklarniki qilayotgan yaxshiliklarni sanab o'tgan. Shu vaqtida mana shu oyat tushgan deyiladi. Haqiqiy Allohning masjidini obod qilgan kishilar degan shu tövendeki kishilardir, hargizmi sizlar emas demak. Demak Alloh subhanahu va taolo bu yerdagi haqiqiy ta'mir Allohga ishongan, iymon etgan kishilarning ta'mirini haqiqiy ta'mir deymiz. Onundan boshqa kafirlarning ta'mir bo'lmaydi deb bu yerda cheklik va faqat iboratni ishlatganda. Bu hamda 447-numurli hadis. Bu hadisda bu yerda masjid bino qilishga imkorlik deganda Imom Buxoriy rahmatullohi alayh oyatdagi innama ya'muru masajidallohi man amana billahi val yawmil akhir va aqamas solah degan shu ko'plik qo'shimchasi orqali, ko'plik so'z orqali bu yerda bir tushuncha olgan bo'lishi mumkin. Bu 447-numurli hadisda Imom Buxoriy hazratlari bizga Musaddad hadis so'zlab bergan edi deb shunday deydi. Musaddad ibn Musarhat nomi bilan mashhur bo'lgan Imom Buxoriy hazratlarining ustozi. Bu zot dedi bizga Abdul Aziz ibn Muxtor hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu yerdagi hamda Abdul Aziz ibn Muxtor Xolidul Hazzo degan raviylarning tarjimasi o'tmaganda Abdul Aziz ibn Muxtor bo'lsa Abu Ishaq al-Ansari al-Basri nomi bilan mashhur Dabbag'm deyildi. 180-yillar atrofida hijriyaniki. Shu atrofda o'lib ketganligi xotirlangan. Ko'p hadis rivoyat qilgan ishonchli muhaddislarniki biri. Ko'p qism olimlar bu kishini chatoq yo'q, kerak yo'q, ishonchli deb ta'rif. Bu kishi donglik muhaddislardan masalan Hisham ibn Urva, Musa ibn Uqba qatorliq buyuklarda o'qilib xotirlangan. Bu kishidan hadis rivoyat qilganlar nihoyatda ko'p. Bu kishining hamda ilmiy jihatdagi qo'shgan tuhfasi qatorida Sahih Buxoriyda 9 dona, Muslimda 6 dona, Abu Davudda 4, Tirmiziyda 4 dona hadis borligi xotirlangan. Bu zot deydimdi bizga Xolidul Hazzo
hadis so'zlab bergan deydi. Bu kishi Xolid ibn Mehron nomi bilan mashhur. Ba'zida Xolid al-Hazzomi deyiladi. Bu kishi Basrniki dongli muhaddislarniki biri. 141-yillari atrofida o'lib ketgan. O'zi ishonchli imom degandek ta'riflari bor. Ko'p sondagi hadis ulamolari bu kishiga yaxshi, go'zal baholarni bergan buyuklarniki biri. Bu kishi ko'p hadis rivoyat qilgan buyuklarning biri. Sahih Buxoriyning o'zida 82 dona hadisi bor. Abu Dovudda 52, Muslimda 47, Nasai'da 38, Tirmizida 30 dona hadisi bor. Demak, ilmiy jihatdagi tuhfasi shu bu zotniki. Bu zot Ikramadan bayon qilyapti. Ikrama deydi, "Menga Abdullah ibn Abbas degan edi" deydi. Menga va o'g'li Aliga. Abdullah ibn Abbasninki Ali ibn Abdullah ibn Abbas ismli o'g'li bor ekan. Yani demak, Abdullah ibn Abbas o'zining bir shagirdi va o'g'liga deb berayotgan. Mingla sizlar Abu Saidning qishig'i mingla degan. Abu Saidning qishig'i mingla, buning hadisini anglab kelinglar, bundan ilm o'rganib kelinglar degan. Abu Said al-Khudri. Abu Said al-Khudri Abdullah ibn Abbasdan ish cho'ngroq masalan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan bo'lgan vaqtini ko'proq. Shunlashqa avatgan bo'lishi mumkin. Ham shundaqla bu yerda yana bir nuqta, o'zi inson qanchalik ilmdor bo'lishidan qat'iy nazar yanala o'ziningki bakrak yaxshi biladigan kishilarga yoki ma'lum nuqtani yaxshi biladigan kishilarga avatishi bu Abdullah ibn Abbosning ham kamtarligi bildirdi. Bu o'g'li hamda bu Ali raziyallohu anhuning ismini qo'ygan. Nima degan vaqtida Hazrat Ali raziyallohu anhu shahid qilingan kunsi tug'ilgan. Shuningdek, Hazrat Alining ismini qo'llangan. Bu Hazrat Alining ismini qo'llangan bu yerdagi bu Ali ibn Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib al-Qurashi al-Hashimi bo'ladi. O'z davridagi nayt obid, zohid, ilmdor va shunaqla o'zining bilganiga amal qilgan nayt taqvo, zohid odam, namozni nayt ko'p o'qiydigan, o'zining go'zalligi, faqihligi bilan mashhur. Bu shundoqla Abbasiylar xalifalaridan birinchi va ikkinchi xalifa Abu Ja'far al-Mansur va Saffahdan iborat bu ikki cho'ng xalifaning cho'ngdasi bo'ladi bu odam. Nayt ko'p ibodat qilg'achqa, ko'p namoz o'qig'achqa sajjod, ko'p sajda qilg'uchi deb ta'rif. Ba'zi bayonotlarda deyilishicha, bu odamning 500 tup zaytun big'i bo'lib, har kuni har daraxtning tubida ishkirkatda namoz o'qiydi deb shunaqa deyilgan. 120-yillardan keyin shu atroflarda o'lib ketganlik xotirlangan. Bu kishining o'lib ketgan yeri hozir shu Iordaniyaning Hamima deydigan bir shahar bo'lgan, shu yerda o'lib ketgan. Bu Ikrama deydi. Biz yurib ketdik. Abu Saidning qishig'i ma'noqda o bir bog'da, bir qo'roning ichida shu qo'roni yasab, o'ngshab qilayotgan ekan. Shundan bizni ko'rgandeklar o'zinki ridosini ilib ihtibo qildi. Ihtibo qildi degan beli bilan putni qo'shib, bog'lab, o'ziga bunda rohat bir o'ltirish holati bor hamda. Qo'yib berib, bog'lab. Shunlar bizga hadis so'zlab berishga boshladi. Hatto masjidning qurilish jarayonidagi bayonlar kelib, shu mazmunlar keldi va mundaq dedi. Biz bir qish ko'taratdik. Ammar ibn Yasir ikki qish ko'taratdi dedi. Bu Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdagi Masjidun Nabaviyni Madinadagi. Shuni dastlab yasayotgan mezgila bütün sahobalar birdan qish ko'taratdi. Ammar ikkidan qish ko'targan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buni ko'rib qolib, undan to'pini shuna püdep bunda to'pisini aytqach ular, Iset, Ammar seni bir to'polonchi, bir turlik odamlar o'ltirdi. Bu ularni jannatga chaqirdi, ular buni davzaxga chaqirdi degan. Ravi deydi, Ammar shu vaqtda deydi, men Alloh bilan fitnadan panoh tilayman deb shundoq degan edi degan. Degandek Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki bu bishorati asosida Ammar ibn Yasirni Ali raziyallohu anhu bilan Muaviya zamonidagi urushda
Muaviye tarafdaridagilar o'ltirib. Mush hadisga asoslanib ahli sunniy vel jamoa ulamoları Hazrat Alining qilgan ishi to'g'ri edi. Bu yerda haq sohibi edi. Muaviye tarafdorining qilgan ishi xato edi deb qaragan. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu ya'ni taqtuluhul fi'atul bag'iya, ya'ni to'polonchi bir guruh o'ltiradi degan. Bu yer demak Hazrat Muaviye xatolashganmi? Hazrat Muaviyening o'zi bevosita bu yerda xatolashmoqchimi desak, yo'q, unaqa emas. Sahobalarning hammasi adul, sahobalarning hammasi to'g'ri. Lekin Muaviye Alining yoki sahobalarniki o'ltirilishini xohlamsimi? Muaviye tarafdagi bu ishni qalaymiqon qildigan, qalaymiqonchilar bu ishni buzib o'tgan. Chunki bular oldirab urushga burun qo'l silib, o'sha Hazrati Ammardek eng buyuk sahoba Ammar. Eng buyuk sahoba islomiyatning dastlabki mezgilida ko'p jafo tortgan, ota-onasi shu yo'lda qurbon bo'lgan, o'zimi ko'p jafolarni tortgan buyuk sahobalarning biri. Shundaq bir buyuklarniki o'limiga sababchi bo'lgan. Shuningga mush hadisga asoslanib turib Hazrat Alining ishi to'g'ri edi deyildi. Bu yerda muhim masala hamda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki shu masjidni hamkorlik asosida sahobalarniki to'plashib, ba'zi bir qish, ba'zi ikki qish o'zining kuchiga asoslanib turib, mushta sog'lig'ini, bir hamkorlikni ko'rsatyapti. Bugungi darsimiz sharh bo'lgan. Sallallohu alayhi va nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.